onam, qadrdon aka-ukalar, opa-singillar, jigarlar, barchalaringiz sog' salomatsizlar azizlar. Bugun biz Tursunzoda shahri Paxtabod, ya'ni Temurmalik degan qishloqda mehmonlarimiz. Musofirdan afamiz bugun onajonlarning shukrona ayyomlari munosabati bilan shunday ajoyib gullar, qalayota totlar, gapati va makedasi naborlar bilan birgalikda ajoyib syurprizlar tayyorlatgan. Inshaalloh video davomini o'zlaringiz kuzatib boraverasizlar. Qay darajada xursand qila olamiz, o'zlaring baho berib, bittadan like'ni bosib, kommentariyga o'z fikrlaringizni yozasizlar. Qani ketdik xonadoniga. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Ko'zlarimga qarab qoling, nima jon bolam desa, otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Jumlay jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Jumlay jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Bemor bo'lsam ming bor bo'lib, ming bor tirilgan ular. Otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz onajon? Yaxshi. Keling, yaqinroq keling. Yaxshi. Hoş bo'lib keling, onajoningiz oldiga kelib oling. Yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, jonlaringiz sog'mi? Shukrona ayyomlaringiz bo'laversin onajon. Tinch onajon. Hoş kelibsizlar. Onajon, xudo xolasa bugun xonadonlaringizga mehmon bo'lishimiz sababchilari bor-da. Musofirda yurgan qizingiz Adolatxon apamiz nomlaridan shu xonadondamiz. Shu Adolatxon apamiz bizga murojaat qilib, bugun mening farishtamdi, jannatimdi, onajonimdi shukrona ayyomlari. Shu munosabat bilan bir ajoyib syurprizlar tayyorlating. Biz onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Uzoq umr peshvosini ko'rsin dedilar. Qolaversa ajoyib jannatim onam nomli gullarni siz uchun mana shu Adolatxon farzandingiz va barcha farzandlaringiz nomidan bitta chiroyli qarsaklarni albatta topshiramiz. Onajon, rahmat. Siz uchun shu musofir yurgan qizingiz Adolatxon jon doim sog' bo'ling. Bizlarga kiring, xonadonlaringiz har doim shunday fayzli, barakatli, doimo quvonchli bo'lsin onajon. Qolaversa, hojibimiz uchun ham bir ajoyib syurprizlar tayyorlatib qo'ydilarki, dadajonim uchun ham maxsus mana shu kabatullohni maketasi shu naborlarni dadajonimga topshirib qo'ying deb iltimos qilgan edi. Marhamat uchun ham topshirib qo'ysa hojibimizga. Mana onajon, siz uchun maxsus bu ham farzandlaringiz nomidan. Ilohim bizlarga kirib xonadonlaringizga fayzli bo'lsin. Sog' bo'ling onajon. Qolaversa, shu Adolatxon opamiz bizga murojaat qilganda bir chiroyli so'zlarni ham aytib qoldilarki, biz dadajonimiz, onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Balkim dadajonim milliarderlar orasida emasdi. Lekin biz yoshlikdan ishonasizmi, ko'chaga oyoq kiyimsiz chiqmadik. Tunlarda och qorinda uxlab o'tkazmadik. Bizni mana shu darajaga yetkazib qo'ygan insonim, qadrdonim, davlatim, otajonim, jannatim, onajonim bo'ladilar. Ularda oldidagi qarzimizni hech qachon ado eta olmaymiz. Shunday bo'lsa-da, arzimagan bo'lsa-da bir chiroyli syurprizlar bilan xursandchilik qilib, ko'ngliga bir xursandchilik kirgizib olgan bo'lsam, juda xursand bo'laman deb shunday ajoyib shirinliklarni ham onajon siz uchun maxsus tayyorlatgan. Albatta bu ham farzandlaringiz nomidan. Rahmat. Doim sog' bo'ling onajon, ilohim bizlarga kiring. Qolaversa shu Adolatxon opamiz menga bir chiroyli she'rni jo'natdiki, albatta onajonim uchun men nomimdan o'qib bering. Iltimos qildilar. Onajon deb yig'lamagan yurak emas. Gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'zi yemay dedi faqat bolam uchun. Men berayim savobimni onam uchun. Jannatlardan o'zga tilak emas,
gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomin solib boray, onajonim uchun men borimni fido qilay. Yulduz oysiz falak emas, gar onamsiz kirsam jannat kerak emas deb onajon bugungi surprizlar barchasi sizni shukrona ayyomlaringiz munosabati bilan bo'ldi. Qolaversa shu apamiz yana bir chiroyli so'zlarda aytdilarki, ukajon biz dunyo topdik, obro' topdik, do'st topdik, o'zimizga kerakli hamma narsani topdik, lekin otajonimdek, onajonimdek bir mehribon, qadrdon insonlarni topolmadik-da. Baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Ular bizni boyligimiz, baxtimiz, davlatimiz, jannatimiz dedilar. Dadajonlar uchun ham bitta chiroyli she'rni ham yozib qoldilarki, albatta shu she'rni ham dadajonim uchun o'qib bering meni nomimdan deb iltimos qildilar. Qadringizga bugun juda yetyapman men. Sabr tog'in sinab o'tyapman men. Sabog'ingiz dilga tuyib yutyapman men. Baxtimizga doim sog' bo'ling otajonim, uzoq umr peshvosin ko'ring otajonim. Halol topib ustimizni butqilgansiz, ko'nglimizda iymon hukm qilgansiz, bu yo'llarda mashaqqatni siz ko'rgansiz. Endi bugun rohatimiz ko'ring otajonim, yuzga kirsam yonginamda turing otajonim. Siz tufayli dunyo ko'rib dunyo qildim. Goho toyib, goho g'amgin, goho kuldim. Ota dardim qandayligin mana bugun bildim. Baxtimizga doim sog' bo'ling otajonim, shodliklarda davri davron suring otajonim. O'zi yemay farzandim to'q bo'lsin. Ota ekan musibatda tirgak bo'lgan, ota ekan og'ir kunda ko'mak bo'lgan. Duogo'yim baxtimizga doim sog' bo'ling otajonim, shodliklarda davri davron suring otajonim deb bugun shu Adolatxon opamiz ko'p dildagi so'zlarni aytib qoldilarki, onajonimni, dadajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Balki yuzlariga ayta olmagandirman, lekin yurakdan, qalbdan juda yaxshi ko'raman ularni. Shu so'zlarimni takror va yana takror ayting. Baxtimizga doim sog' bo'lsin dedilar. Ana endi shu farzandlaringiz uchun, musofirda yurgan o qizingiz shu Adolatxon opamiz uchun ham bitta dildagi so'zlaringiz, duolaringiz bo'lsa, marhamat ko'rib turibdi albatta. Bitta hoji bobomiz chiroyli duo qilib bersalar, duolari men uchun tumor. Do'st qidirib bo'lmayman xumor, menga hech kim bera olmas ozor. Chunki baxtimga ishongan tog'im, davlatim, otajonim bor dedi. Ana hoji bobomiz qo'ldan shu nimani olaylik, xudo xolasa bitta chiroyli duo qilib bering farzandingizga hoji bobo. Ko'rib turib. Marhamat hoji bobo. Shu so'zlarni yetkazgan uchun sizga sog' bo'ling onajon. Salomat bo'ling. Hoji bobo bitta chiroyli duo aytayapsiz endi. Marhamat. Ablasi jim bo'l. Allohu akbar. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xonadonlaringiz har doim shunday fayzli bo'lsin-da. Onajon sizdan bitta chiroyli duo qilasan. Undan oldin bitta chiroyli she'rimiz bor. Ona meni duo qiling, o'lgunimcha to'kilmay. Ona meni duo qiling, raqibimga yiqilmay. Ona meni duo qiling, pastga oshno qilmasin. Ochmi, to'qmi yuraymaydi. Nomardga kun qolmasin. Marhamat onajon, endi duo qiling. Ilohim. Jonim sog' salomat. Shunaqa musofir yurganlar hammasi sog' salomat idoring. Yaxshilar ham yaxshi kunlarni ko'ringlar. Bilmay xafa qilganmisan, jonim meni kechirsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat, sog' bo'linglar. Onajon, shu musofir qizingizning nomidan bitta chiroyli she'rda. Istiqnom ko'tarib so'rab ahvoling. Borolmay kechalar qiynaydi vijdon, mana necha oyki bilmayman holing. Musofir bolangni kechir onajon, hayot tashvishi deb yugurdim, chopdim. Ming shukr barini berdi Xudojon, ammo na bulardan halovat topdim. Musofir bolangni kechir onajon, hoji qila olmadim shu yoshga kirib. Hali his qilmading bunday hayajon, yashading har nedan baxtni qidirib. Musofir bolangni kechir onajon, yelkamda Ka'bani tavof qilmading. Gunohim qalbingdan o'chir onajon, bir marta bo'lsa ham
xafa bo'lmading. Musofir bolangni kechir onajon deb onajon shu musofir bo'lgan qiziq Adolatxon opamiz bizga murojaat qilib, juda ham yaxshi ko'raman onajonimni. Balkim ularni xafa qilib qo'ygandirman qaysidir ma'noda, lekin shu so'zlarimda aytingki, men onajonim, dadajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Meni butun boyligim, baxtim, jannatim, davlatim dedilar. Ularsiz hayotni tasavvur qila olmayman deb chin dildan niyat qilib nima qildilarki, albatta xat-safarlarni ham bir nimada aytib o'tdilarki, inshaalloh dadajonim, onajonimni birgalikda xat-safarlarga jo'natib, hojona, hojota qilib chin dildan niyat qildilarki, albatta shu so'zlarimni takror va yana takror ayting dedilarda. Yana bir chiroyli she'rimiz bor, albatta bizni deb g'amlar yutgan, o'z tinchini unutgan, mehriga qo'shitgan, otam, onam boriga shukr, asrab ko'z qarog'ida, o'z sevgan ardog'ida, hayotimning bog'ida, onajonim boriga shukr. Yuragim g'am bilmadi, ko'zlarim nam bilmadi, birovdan hech kam qilmadi, otajonim boriga shukr. Onam eng chiroyligim, otam bori boyligim, baxtim ham quvonchligim, otam, onam boriga shukr deb do'rasa, yana bitta chiroyli she'r bilan shuni yakunlab qo'ysak, ha? Doim ko'ngil chog' bo'ling ona. Baxti bir quchoq bo'ling ona, kulib yuring hamisha doim, baxtimizga sog' bo'ling ona. Meni o'ylab shomu nahorim, qayg'urasiz go'zal bahorim, chiroyligim jannat iforim, baxtimizga sog' bo'ling ona. Bolam deya boshimni silab, duo qilib omadim tilab, 100 yoshda ham yuring erkalab, baxtimizga sog' bo'ling ona. Uyimizning quyoshi nuri, onalarning oltini duri, didorlari qalbim huzuri, baxtimizga sog' bo'ling ona deb shu joyda yakunlayman so'zimni. Barchalaringizga sog'lik, salomatlik, Xudoolasa birgalikda qo'sha qaringlar. Inshaalloh har safarlarga borib kelib, hojona hojatda bo'lganlardan kelib bir ajoyib tabrika qilish bizga ham nasib ro'z aylasin. Bitta iltimosim bor. Labay onajon. Bir piyola choy. Yo'q. Xo'p, bo'ladi. Albatta. Rahmat. Xonadonlar qanday ishlar fayzli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Yana bir bosh qiron ayomingiz muborak bo'lsin onajon. Sog' bo'ling onajon.